Bu videoda men Skyblockda shader bilan TNT'lar portlataman. Videoni oxirigacha ko'ring, video albatta qiziq. Men videoni boshida shader bilan TNT portlataman dedim va mana hozir portlatamiz. O'sha qayerda portlatadi? Endda portlatamiz. Endni yo'q qilamiz. Olimni chestlarni ochib ko'raychi, nimalar bor ekan. Buzib tashlayman mana shu yerda. Mendan keyingi jo'xalar topolmaydi. Shu xolos-da, mayli. Boshlanishiga 10 ta portlatamiz. 10 ta TNT. Minecraftni otib yormasin. Mana 1 2 3 4 5 6 6 12 ta. Mayli 12 ta portlatib yuboramiz mana shader bilan. Mana portlatdi, mana shader ham takoy shaderda. Bunga qarash kerakmi? Yaxshi. What the fuck? Oyda qaranglar. Xuddi nimaga o'xshaydi, nima edi? Taxmuxridagi 3D anime bor. O'shandagi sal nima edi? Purple rang. Keyram purple rang diyor. Endi mana shu yerda what the fuck nima bu? Yaxshi, zombilar qo'yib tashibdi. Mana shu portlatamiz. Endi 50 ta TNT portlatamiz. A few moments later. Dan keyin mana biz mana shu yerda mana shuncha TNTni portlatamiz. Bilmayman qanchaligini. 1 2 3. Mana shuncha TNTni shaderda portlatamiz. Yaxshi, hech nima qilmayapti. Yaxshi, unchalik nima qilmadi. Shaderda TNT. Endi oddiy TNTlar portlatdi. Endi vashta 1000 ta TNT portlatamiz. Men koptirishni bilmayman. 2 hours later. Mana shu shaderda nima TNT portlatamiz mana 1 2 3. Mana tushib ketdi. Boshqa yerda portlatamiz. Yaxshi, Minecraft. What the fuck? Sal qotdi. Mayli. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.